kimga ravo ko'rmayman bu qadamda. Yaxshi bo'lishimiz kerak. Farzand dunyoga keltirsang, uni ortidan mana shunaqa ayanchli ahvolga tushib qolsang juda ham qiyin ekan. Azizlar, bugun biz Buxoro viloyati Shofirkon tumaniga kelganmiz. Bu opamizning ismlari Zarina Bekmurodova, 28 yoshda. 2 yil oldin ikkinchi farzandlarini dunyoga keltirayotganda bellarida o'simta paydo bo'lgan va kuchayib, mana shunaqa ayanchli ahvolga kelib qolganlar. Bellaridan pastda umuman ishlamaydi, ikki oyoq. Zudlik bilan Turkiya davlatiga operatsiyaga borishlari lozim. Biz turkiyalik vrachlar bilan bog'landik. Taxminiy 30 mingdan 35 ming AQSh dollarigacha mablag' so'rashyapti. Oilaviy sharoit yaxshi emas. Xo'jayinlarni topayotgani dori-darmondan ortmayapti. Kasallik esa kundan kunga kuchaymoqda. Azizlar, kelgusi 48 soatda sizlar bilan birgalikda opamizga kerakli mablag'ni yig'ib berishimiz zarur. Buning uchun nima qilasiz? Shu videoga like bosasiz, 5 ta 10 ta yaqin do'stlaringizga yuborasiz videoni va videoni istoriyangizga qo'yasiz. Bugun 15 noyabr, haftani shanba kuni, dushanba kunigacha shu mablag'ni yig'ib, inshaalloh kelayotgan haftada opamizni Turkiya davlatiga jo'natishimiz zarur. Shular bolasini oldilar, nogiron bo'lib qoldi. Ana shundan buyon o'zim hech qara ishlamayman. Shunga qarayman. Onam qiynalib ketdilar shu bizaga. Rossiyadagi vatandoshlarimiz ko'pincha Sberbankdan nomer orqali yuborib bo'lmayapti deb yozishadi. Shunday ekan, Paygram va shunga o'xshagan programmalar orqali kartani o'ziga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishinglar mumkin. Telegramda yaqinlarga tarqatish uchun havola orqali kirib, tayyor shablonni yuborishinglar mumkin. Azizlar, e'tiborsiz bo'lmaysizlar. Birgalikda sizlar bilan uddalaymiz. Videoni maksimalni tarqatinglar, aktivni ko'rsatamiz.